Bugun biz Mursak brendining asoschisi Nilufar opa Abduvaliyeva bilan suhbat qilamiz. Murseni yaratganimizga ham mana Mashhur odamlarga ovqat qilganmisiz deb sizdan ham mana shunaqa so'rab turishadimi? har doim so'rashadi. Mashhurlar bilan ishlash biz uchun. Nilufar Abduvaliyeva Mursak brendi asoschisi, dizayner, influencer va Abduvaliyevlar oilasi vakili. Hozirgi kunda men xursand bo'lgan bitta masala bor, lekin shu xursandchilik orqasida biroz mahzun bo'ladigan holatimiz bor. Bolajonlarga, o'g'il bolalarga ayollarni uzoridagi kiyimlarni kiydirib qo'yishyapti. Chunki hozirgi jamiyatda erkaklar kamayib ketyapti-da, tushunasizmi? O'zbekistonliklar juda narx raqamlarni yaxshi ko'rishadi. Minimum maksimum narxlar. Shu qiyin mavzu bo'lyapti-da, menga ham shu narsa rosa ham yoqmaydi. Xudo qaraydi, birovning yeriga qaramaydi. Hozirgi kunda ko'p bo'lib ketyapti-da, hamma boshqalarning yeriga qarab qo'ydi. Yoshligimizda o'zimizda 30 dan oshiq o'rik to'pi bo'lardi, har xil o'rik turlari bo'lardi. O'zimizniki qolib qo'shnining o'rigini qo'shnining ovqati qanaqadir mazali bo'lardi-da, bilasizmi? Sizni nafaqat bir Mursak brendining asoschisi sifatida, nafaqat bir Abduvaliyevlar oilasi vakili sifatida bilishadi xalq va undan tashqari xayriyalarda juda faolsiz. Qarang, qanaqa mazali chiqadi, sirazi bilinmayapti. Homiligicha yeyorsa bo'ladigan bu holda. Hozir ruxsat bersa xotiningiz uylanarmidi? Kim, manmi? Assalomu alaykum. O'choq boshi dasturining kuzatuvchilari. Dasturimizning yangi soniga xush kelibsiz. Bugun biz Mursak brendining asoschisi Nilufar opa Abduvaliyeva bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum, hormaylar. Assalomu alaykum, Bahriddin. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr, rahmat. Avvalo ko'rsatuvimizda ishtirok etishga rozilik bildirganingiz uchun rahmat deb qo'yaman. Qolaversa, Mursak brendini ijodkorlarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Sog' bo'linglar. Kelganingizga katta rahmat. Yuring. Sog' bo'ling. Mursak brendi endi ko'pchilik biladi, milliy liboslarni dunyo miqyosiga zamonaviy tartibda olib kirmoqda. O'zimiz ham vaqti bemahal ko'rib xursand bo'lamiz. So'ramoqchi bo'lganim, Mursak brendi asos solinganiga qancha bo'ldi? Bilasizmi, Bahriddin, biz ham o'zimiz rosa ham xursandmiz, chunki biz ham tariximizga o'zimizni ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shyapmiz. Bu Mursakni yaratganimizga ham mana 11 yil bo'ldi. Bilasizmi, bu yil уже 12-yilga ketdi. O'zim ham bunga hech ham ishonmayman. Bu yo'nalishga qachon va qandoq kelib qoldingiz desam to'g'ri bo'ladimi? Bu shunaqa savol bersam bo'ladimi? Yoki yoshlikdan bo'lganmi yoki bo'lmasam oilada bu sohaga aloqador odamlar bo'lganmi? Bilasizmi, bu sohaga men umuman orzu ham qilmaganman. Hech qanaqani to'garaklarga ham bormaganman. O'zim meni soham ekonomist, yurist, psixologiyani yaqinda tamom qilganman. Bu onam rahmatli bizga yoshligimizdan chiroyli liboslar tikib berardilar. Har doim har xil narsa kiyardi. Uylarni ham chiroyli bezatardilar. Men o'ylaymanki, onamlarning niyatlari menda bo'ldi. Men xohladim sizdagi soha bo'lishini, bilasizmi? Ovqatlar qilib, shularni bo'lishib, krujoklar qilib, kafelarda nima qiladi odam? O'zini milliy taomlarni, yevropeyskiy taomlar bilan bo'lishni xohladim. Qattandir Alloh menga buni yuqtirib qo'ydi. Lekin bu ham juda ajoyib. Menga rostini aytaman, bu ham bir san'at darajasida, lekin o'zimni kasbimdan kelib chiqib ba'zan aytaman, ba'zan o'zimizdan ham so'raydi. Farzandlaringiz sizni kasbingizni davom ettirishni xohlarmidingiz degan savol tug'iladi. Shaxsan o'zim aytamanki, agar o'g'il bola bo'lsa, albatta, o'g'il farzandlar oshpazlik qilsa e'tiroz, lekin ayollarga, qizlarga oshpazlik biroz og'ir keladi deyman. Sababi bizning mentalitet avvalo birinchi o'rinda bola chaqa, bolajon xalq, oila, vatanparvar, ya'ni o'sha ko'proq oilani birinchi o'ringa, qadriyatlarni birinchi o'ringa qo'yadigan hisoblanadi. O'shaning uchun oshxonada oshpazlik esa 12 soatlab oyoqda turib qolib ketadi. Va o'sha holatlarda ko'pincha farzandlarni oilaga qarashga, ro'zg'origa qarashga vaqti bo'lmay qoladi. O'shaning uchun ayollar istar edimki, oshpazlikdan ko'ra ko'proq nima deydi, qandolatchilik, nafis, qandolatchilik misolchi yoki bo'lmasam deylik, hozirgi kunda bu ham yo'nalish ko'payib ketib qoldi. O'shanaqa ishlarda ishlasa zo'r bo'lar edi. Endi mayli, men sal gapni cho'zib yubordim, uzr so'rayman. Bevosita bu bir-biridan go'zal liboslar, ijod namunalari haqida qisqacha tanishtirib bersangiz, asosan ayollarga
Yo'q, bilasizmi, Bahriddin, bizada ayollarga ham, erkaklarga ham, bolajonlarga ham har xil liboslar yaratamiz. Chunki endi baribir ko'p bizani mijozlarimiz bizaga boshqa mamlakatdan mehmonlar kelganda bizani qadriyatlarimizni qo'llab-quvvatlab, bizani choponlarimizni hadya qilishadi, sovg'a qilishadi. Shu uchun ko'ryapsizmi, tarixiy choponlarni Bu ayollarnikimi? Bu erkaklarniki. Bu mana erkaklarniki ajralib turadi, ko'ryapsizmi? Bu beqasam. Yo'l bu erkaklar kiygan, har doim bu uzorlarimizni bizani xonlar, mana bu ham erkaklarniki ekan, podsholar kiygan. Bu ham erkaklar mana. Nimagadir faqat sizlarning brendda asosan ayollarga, nozik xilqat vakillariga libos tiksangiz kerak deb o'yladim. Bilasizmi, erkaklarga tikish yaxshi ko'ramiz. Erkaklar bizda rosa ham shedri bo'ladi. Har doim chiroyli narsalarni olish xohlaydi. Baribir erkaklar ham nima, oilada eng keragi mana Allohdanki erkak turadi, to'g'rimi? Shuning uchun biz erkaklardan boshlaymiz, keyin ayollarga, keyin farzandlarga o'tamiz. O'zi og'riqli bir nuqta, masala bor. Hozirgi kunda men xursand bo'lgan bitta masala bor, lekin shu xursandchilikning orqasida biroz mahzun bo'ladigan holatimiz bor. Hukumatimiz tomonidan har juma kuni adashmasam milliy liboslar kuni deb e'lon qilindi. Albatta. Va bu quvonarli hol, chunki biz yolg'on bo'lmasin, Indoneziyaga bundan bir necha yil oldin borganimizda yo Malayziyadamizga esimda yo'q. Har juma kuni davlat xodimlari hammasi o'zini milliy libosda chiqargan. Ishchilarim xursand bo'ldim. Va bizda ham shu narsa joriy qilindi. Quvondim. Lekin xafa bo'layotgan tomonim bolajonlarga, o'g'il bolalarga ayollarni uzoridagi kiyimlarni kiydirib qo'yishyapti. Shu qiyin mavzu bo'lyapti-da, menga ham shu narsa rosa ham yoqmaydi, chunki erkaklarimiz erkak bo'lib qolish kerak. Chunki hozirgi jamiyatda erkaklar kamayib ketyapti-da, tushunyapsizmi? Biz o'shanga ham o'zimizning hissamizni qo'shib qo'yamiz. Erkaklarga erkak yo'lini ko'rsatish kerak, ayollarga ayollarni. Ko'rganmisizmi monument mujistvada qanaqa haykal turadi? Bahaybat. Birinchi erkak turadi, orqada ayol. Har doim shunaqa bo'lish kerak. Ayol oldiga chiqish kerak emas, erkakning orqasida bo'lish kerak. Sizlarda demak, erkaklarning libosiga ayollarning uzorini, masalan, adras parda ishlatish yo'q. Bu juda ham biz erkaklarga beqasam, ayollarga adras, har xil matolarimiz bor, shulardan yaratib beramiz. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda o'zimiz yaxtay kiydik-da. Men qiyiqcha deydi-ku, belbog' deydi. Belbog'ni adrasrog'ida. O'shani boylab olsam, bir kishi e'tiroz bildirdi. Men shu kungacha e'tibor bermagan ekanman. Va juda bir o'rinli bu qiyiqcha hali qora atrasli bo'lgan ekanda, shu qiyiqcha. Oldindan bo'lgan u. O'shani ishlatganimizni bir kishi e'tiroz bilan izohda yozdi va juda o'rinli e'tiroz bildi. Bolalarga ham aytdi, bundan buyog'iga bizga mana bunaqa adrasni qiyiqcha olib kelmanglar, kelsa HB vishibkalilar bor. Popopli bo'lardi, eski popopli bo'lardi. Qo'yish kerak. Juda ham yaxshi. Endi bitta savol so'rayman. Kuzatuvchilarimiz yoki o'zbekistonliklar juda narx raqamlarni yaxshi ko'rishadi. Minimum maksimum narxlari. Minimum so'mdami yoki mayli, so'mda 25 millionga bor, 30 millionga bor, 4 millionga bor, 2 millionga bor, 1,5 millionga bor. Ya'ni 1,5 milliondan qo'l mehnatiga qarab ketaveradi, tushunasizmi? Chunki ko'ryapsiz, mana bu mana bizani Akmal aka bor, Akmal Nur. Bizani xalq rassomilar, biz ularning asarlaridan ilhomlanamiz, ular bilan mana so'rab, ulardan ruxsat so'rab, ularni shu asarlarini kiyimlarda ko'rsatib beramiz. Bu bilasizmi, qancha mehnat, bu 1 yilcha mana shu narsaga ketgan. Bu hammasi qo'l mehnati. Albatta Akmal akam asaridagi qilib bera olmaydi. Baribir shuni ko'rganda o'sha odamlar biladi-da, ularning asarida oilada yetmagan mehr, muhabbat, baxt kerak narsalar bor-da. Demak, bu qimmati bo'ladi, chunki bunda ipaklar ishlatilgan. Ichlarini ham ko'ryapsizmi, qanaqa ichlarini ham hammasi tabiiy mato, bu shoyi, hammasi qo'l mehnatda qilingan. Bizani ayollar, erkaklar yaratgan. Qancha dedingiz? 1 yil dedingizmi? 1 yil qilinadi. Demak, mana o'sha 1 yil mehnatli bo'lgani uchun narxi ham o'ziga yarasha. Chunki o'zingiz o'ylang, 1 yil oylik to'lanadi, ip olinadi, qilinadi, chiziladi. Hamma narsa bu mashaqqatli, oson narsalar bor. U arzon narsalar, uni ham olishadi. Biz har xilini qilib qo'yganmiz-da, platforma qilib. Siz kelsangiz, buni aytaman men sizdan, Bahriddin, sizga qanaqa pulga kerak? Siz menga aytasiz, meni budjetim shunaqa. Shunga topib beramiz sizga. Ajoyib. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Mursak brendini ijodkorlariga va asoschilariga muvaffaqiyat tilaymiz va qolaversa Mursak desa to'g'ri. Mursak mana rus tilida Mursak, o'zbek tilida Mursi. Mursi bizani erkaklarni, ayollarni bu chopon. Shu o'rinda Mursak nima degani?
Mursiy bu bizani eng birinchi libosimiz. Ayollarga ham, erkaklarga ham chopon degan ma'noni bildiradi. Bizani tarixda nima kiyilgan? Faqat chopon. Hozir ham chopon kiyib yuramiz. Shunday, lekin hozir Xudoga shukr, siz kabi yaxshi ijodkorlar sababli choponlarga yangi ruh baxsh etilmoqda. Misol uchun ko'chalarda kiyib yursa ham oldin baxtga qarshi trend bo'ladi. Choponlar oxirgi paytlarda faqat to'y ma'rakalarda kiyadigan libosga aylanib qoluvdi, lekin hozir mana ijodkorlarni, sizlarga o'xshab dizaynerlarning sababli ko'chalarda uyalmasdan kiyadigan darajaga uyalmaysiz, modniy kiyib yurasiz. Bu qoldi. nimasi yaxshi ham, bu bizani Mursiy choponlarimizni tarixdan tarixga meros bo'lib qoladi. Tushunasizmi? Qadriyatlarimiz yo'q bo'lib ketmaydi. 100 yil o'tadimi, undan ko'p bo'ladimi, bular hech ham yomon bo'lmaydi. Qancha bo'lsa antikvarniy bo'ladi-da. Bu bizdan nima desa bo'ladi? Bolalarimizga xotira qoldiradigan narsa. Nilufar opa, bo'lmasam agar mumkin bo'lsa, qozon boshiga borib, o'choq boshiga borib, aniqroq ovqat qilsak ham bo'ladi. Bo'ladi. Men sizga boshqa yana xonamizni ko'rsatmoqchiman. So'rayapsiz, qanaqa budjetga kiyimlar bor. O'shani ko'rib o'tirasiz. Bo'ldi, bo'lmasam chopon masalasida o'zim ham xabarim yo'q edi. Yaqinda zo'r bir ma'lumot oldim sizdan keyin. Rahmat. O'tgan yili bir mehmon kutib oldik. O'sha yerda bir aytishdiki, choponni o'g'il bolalarni choponi oldinlari uylanmagan bo'lsa chopon oldi ochiq bo'lgan ekan. Ya'ni uylangan bo'lsa oldi bekiq bo'lgan ekan. Qarang, erkaklarning choponida hatto mana shu narsalarga ham e'tibor bergan ekan. Ko'rib, bilasizmi? Faqat bunda emas. Nechta farzandi bor, do'ppisiga uje naqshlar qilingan. Oldi yopib ko'ryapsizmi? O'shada unda qaraydi, birovni yeriga qaramaydi. Hozirgi kunda ko'p bo'lib ketyapti-da, hamma boshqalarning yeriga qarab qo'yishadi. Choponni oldini ochsa qarash mumkin, yopiq bo'lsa qarash kerak emas. Bu ham ko'ringiz oldingilar bizdan aqlli bo'lgan. Ayollarda ham bormi mana shunaqa anulab? Ya ayollarda bilasizmi? Mana shu vishipkalarida bor. O'sha hamma narsalarni do'ppilada, shunaqa narsalarda qilib berishardi. Qoyil. Yaqinda bir kishi keldi. Restoranda biz bir chopon ilib qo'ydik. Kimdir keldi, bu dedi, chopon dedi, ayollarni nimandir ma'noni bildiradi dedi. Men o'zim yo'q edim. Adreslarda hammasi o'zini ma'nosi bor. Naqshiga qarab o'qib beradi. Esizdami, siz bilan boruvdik-ku anaqaga? Qatarga. Anaqalar bor edilar, domilar. Habibullo Soliq. Habibullo Soliq. Ular biladilar har bitta adresi, nomini, nima yozilganini. Ularga ham aytuvdim-man. Shuni siz bizga tahlil qilib berishingiz kerak deb. Mana bu choponlarimiz, bu kiyimlarimiz, mana shu budjetnilari. Ajoyib. 4 million, 5 million. Chunki baribir hozirgi kunda yaxshi tikuvchilar ham kam, tikuvchilarda asosan tikuvchilarga qarab aniq qilinadi. Yaxshi matolarga qarab narxi oshadi, tushadi. Bu yerda dizaynlarning jamoa bormi yoki o'zingiz? O'zim ham dizaynerman, yana qizlar ham bor, chunki bitta o'zim hamma narsani qila olmayman. Men ham hozir yosh qizlarni o'zini yo'lini topishga, o'zini mana shu mahoratini ko'rsatib berishga o'zim ham hissamni qo'shyapman. Chunki men oilamda dizayner bo'laman degan hech kim yo'q. Bu yo'nalishni endi kimdir baribir kelajakda olib borish kerak bizdan keyin. Ba'zan bizdan so'rashadi, eng mashhur odamlarga ovqat qilganmisiz deb. Sizdan ham mana shunaqa so'rab turishadimi? Har doim so'rashadi. Mashhurlar bilan ishlash biz uchun bu endi nima desa bo'ladi? Yaxshi, chunki ular orqali odamlar bizani ham tanishadi, chiroyli liboslar qilib beramiz. Ko'p unaqa mashhurlar bilan ishlaymiz. Munisa Rizayevani rosa yaxshi ko'raman. U ham bizani kiyimimizni shunaqa ko'rsatib bera oladi. Boshqa mamlakatlarni, o'zimizning mamlakatlarni shu birinchi odamlar ham kiyishgan, sovg'alarga ham olishadi. Chunki baribir nima desa bo'ladi, o'zingizni mehringizni berib, qilayotgan ishingizni yaxshi ko'rib qilsangiz, hammaning qalbidan joy olasiz. Bilasizmi, yana erkaklardan Moskvadan Filip Kirkorov kelib, o'zi bizdan sotib olgan. Qoyil. Ko'p odamlar olgan. Endi men hozir intervyuda hayajonlanib esimdan ham chiqib qo'yaman. Bo'lmasa o'choq boshiga o'tsak, hayajon tarqaladi. O'choq boshida qanday taom tayyorlaymiz? Bugun siz bilan o'choq boshida assorti, bolgarskiy perets, baqlajon, pomidor, tok. Hozir hamma uyda tok pishiradi. O'shani qilamiz. Chunki bu ovqatni men yoshligimdan rosa ham yaxshi ko'rardim. Onam rahmatli shunaqa ovqatlarni bizga tez-tez qilib turardilar. Mavsumiy, bahoriy
ovqat tayyorlar ekanmiz. Xo'p, men bugun sizga yordamchiman. Nima qilish kerak bo'lsa aytsangiz, men o'sha qo'ldan kelguncha sizdan birinchi boshlaymiz endi. qo'ldan kelguncha xalaqit berib turaman. Ha, billa qilamiz. Bo'ldi. Bo'lmasam, men go'shtmanda. Go'shtni qandoq bo'lib tashlayveraymi? Bo'lib tashlayvering. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Qo'limni yuvdim, lekin aytib qo'ying. Ha, bo'ldi. Men ham yuvdim. Hozir tirnoqlarim yo'q. Hamma perchatka qani desa, perchatkada ishlash neudobno. Odamning qo'lini energiyasi o'tmaydi. To'g'rimi? O'zi umumiy ovqatlanish tartibiga ko'ra ruscha gapirsam hozir urishadi, chunki o'tgan safar ruscha gapirganim uchun so'kishdi. Issiq ishlov beriladigan taomlarga perchatka kiyish shart emas. To'g'ri. Ruschalab aytganda cho'pla obrabotkadan o'tadigan taomlarga perchatka kiyish majburiy emas. Agar misol uchun salat qilinadigan bo'lsa yoki bo'lmasam o'shalarda kiyish tavsiya qilinadi. Endi bilasizmi, ham sotadigan payt bo'lsa, odam perchatkada ishlashi kerak. Men ham shunga ahamiyat beraman. Perchatkasiz bo'lmagan narsani olmayman. Bu yerda biz o'zimiz uchun qilamiz, baribir sizlar ko'rasizlar, uylarda o'zingizlar qilib ko'rasizlar. Shunday. Bu tog'orachaga bo'lmasam farsh solamiz, shundaymi? Kecha suhbatdan oldin, ya'ni syomkadan oldin siz bilan gaplashganda bir xabaringizni olib rosa xursand bo'ldim. Rosa eshitdim. Birinchi bo'lib lag'mon qilganda nechinchi 6-sinfda edim dedingizmi? Buni eshitib maza qildim. Eng sevimli taomlardan biri makaron po-flotski dedingiz. Makaron. Siz ham yaxshi ko'rasiz? Yaxshi ko'raman. Makaron po-flotski bizning uyimizda hamma yaxshi ko'rardi. Har kuni bizda shu taom bo'lardi. Chunki men ukam ham faqat shu narsani yerdi. O'qishdan kelganda ham men qilib berardim. Endi onam o'tib ketganlardan keyin. Hozirgi kunda meni bolalarim ham, nevaram kelsa ham bilasizmi uyda nima yeysan desam, makaron sirim deydi. Har doim shu taomni so'raydi. Yoshlar dostona bolalar. Bolalarga boshqa ovqat kerak yo'q. Xo'p, yana nima qilay, opa? Mana nima qilamiz? Mana men piyozni ham to'rab qo'ydim. Hozir uni ham solamiz. Buni yuvish shart emas, Yuvildi hammasi. Endi mabodo Nilufar opani xos retsepti bo'lsa, bir so'rab keyin solib yuboraman. Yuvmaymiz. Yana bitta to'rab olishimiz mumkin. Piyoz sal kamroq ekan. Kamroq bo'lib qoldi, qarang. Quruq bo'lib qoladi. Quruq bo'lib qolmasligi uchun o'shanga o'zingiz nima yaxshi ko'rasiz? Nima ovqatlarni yaxshi ko'rasiz? Men xamirli taomlarni yaxshi ko'raman. Sizda ham shumi? Tayyorlashdan ham ko'ra yeyish ko'proq yaxshi ko'raman. Endi boya savol berdingiz, uyda ovqat qilasizmi deb. Yo'q, oxirgi paytlarda nafaqat uyda, balki ishxonada ham nisbatan kamroq ovqat qilyapmiz, ko'proq. Nima deydi, haligi dirijorlik qilyapmiz oxirgi paytlarda. Bu ham qiyin ish edi. Endi o'ziga yarasha tashkiliy ishlar bilan boshqalar. Lekin sizni shilpildog'ingiz bizda bilasizmi? Shunaqa qalbimizdan joy olgan. Bilasizlarmi, bularni shilpildog'ini yemagansiz. Menga yoqadigani bor, biz uyimizda qilganmiz oqdi, shu qazini suvida xamir qilgansizlar. O'shanisi zo'r. Shu yoshligimni eslatadi-da. Sizni restoraningizga borib turamiz. Kuzatuvchilar restoranning nomini aytib o'tay, reklama bo'lsa ham, reklamaga bizga pul berishmasa ham aytamiz. Aksu restoraniga barchani taklif qilamiz va kutib qolamiz. Lekin sizni restoraningizda bir marta mehmonga bordik-ku. Aliya mehmonga chaqirganda ko'rdim. Sizni restoraningizdagi desertlarni men hech qayerda yemadim. Desertlari ham, salatlari ham, lekin rosa zo'r. VIPni обязательно zakaz qilinglar. Bularni o'zlariga aytsanglar, o'sha mehmonlarni zo'r qilib kutib beradilar. Xohlasa. Nilufar opa, uyda ovqatni o'zingiz qilasizmi yoki qozon o'chog'ini topshirib qo'ygansizlar? Voy, men jon-jonib topshirardim, bilasizmi? O'zim qilaman hammasini. Hozir yordamchim bor, o'shalarga iltimos qilaman, iltimos bir qilib qo'ying deb, chunki vaqtim yetmaydi. Charchab qolaman. Chunki ko'p ish odamlarini ko'ryapmiz, oxirgi paytlarda uy ishlarini o'sha yordamchilarga topshirib qo'yilganda. Endi topshirib qo'yasiz, baribir men o'zim ovqatimni qanaqadir boshqacha yeyman. Meni farzandlarim ham, ular ham qiladi, yaxshi qiladi. Endi bilmayman. O'zim tayyorlashni yaxshi ko'raman. Charchasam ham, ovqat qilsam, qanaqadir menga energiya keladi. Biz piyoz to'rg'ashlaridan o'sha oshxona bilan do'stlashadigan insonligi bilinib turadi odam. Har kuni bitta ovqatni iste'mol qilishga majbur bo'lsangiz, qaysi taomni tanlagan bo'ladi? Xamir ovqatlarni, lag'monni. Deyarli bir xil ekanmiz. Lag'monni har kun yesa bo'ladi. O'zi lag'mon qilmoqchi edik biz, adashmasam, lag'mon qilmoqchi edik, lekin Nilufar opa aytdilar, lag'mondan ko'ra hozir mavsumdan unumli foydalanaylik. Va mavsumdan. Chunki hozir bu boshqacha turadi, chiroyli turadi deyilganda. Endi lag'mon hozir sizlarga qilib beram, keyingi safarga lag'mon qilib beramiz sizni. Restoranda lag'mon qilamiz. Keyingi uchrashuv lag'mon bo'ladi. Har bir odamni menimcha taom bilan bog'liq yorqin, yoqimli, ba'zan yoqimsiz xotiralar bo'lishi mumkin-da. To'g'ri.
o'shaning uchun taom bilan bog'liq bolalikdagi bo'ladimi yoki hayotingiz mobaynidagi yorqin, yoqimli va yoqimsiz xotiralar? Yoqimli, bilasizmi, yoshligimda men o'qishdan kelasiz, maktabdan kelganingizda shu onam rahmatli Rossiyan pazanda ayol edilar-da. Uyimizda bitta taom emas, bir 3 ta 4 ta taom tayyor turardi. Morozinliklarga tiqib qo'yardilar. Stoli yasatilgan edi. Endi katta bo'lganingizdan keyin o'sha narsani xohlar ekansiz. Men ham o'zimni farzandlarimga shu bilan bo'lishga harakat qilaman. Chunki shu fursatda aytib o'tmoqchi edim. Uni ko'plarni ota-onasi bor, oldilariga bormaydi, vaqti bo'lmaydi, vaqtdan nima desa bo'ladi, vaqtdan ham ajrala olmaydi. Shunaqa payt shu narsalar armon bo'lib qoladi. O'sha uchun ularga ham aytardim. Yaxshi taassurotlar faqat ota-ona bilan qolar ekan. Uje ular o'tib ketgandan keyin xohlasangiz ham nech pul beraman desangiz ham hech kim qaytib kelmas ekan, to'g'rimi? To'g'ri. Shu ovqatlarni yeganda ham qanaqadir maza qilardik. Qo'shnimizda bo'lardi. Men ularnikiga chiqib ovqat yeyishni yaxshi ko'rardim. Ularda bilasizmi, kartoshkasi ko'p bo'lardi, endi har xil ovqatlar bo'ladi endi. Ular ko'pchilik turardi. U bizani uyda ovqat yeyishni yaxshi ko'rardi. Men unga o'zimizda ovqatni berardim. Men ularning uyida ovqat yerdim. Mana opam har doim qidirib yurardilar qo'shninikidan. Rosa sho'x qiz bo'lganman-da o'zi, bilasizmi? Keyin mana aqlim kirib, hozir uje hamma narsaga boshqacha ko'z bilan qarayapman. Juda ham ajoyib xotiralar. Biz ham siz aytganingizdek o'zimizda uyimizda yoshligimizda, endi biz Namangan viloyatining Chustsimida tug'ilganmiz va 98-yilga qadar u yerda yashaganmiz. Yoshligimizda o'zimizda 30 dan oshiq o'rik to'pi bo'lardi, har xil o'rik turlari bo'lardi. O'zimizniki qolib qo'shni o'rigini, qo'shnini ovqati qanaqadir mazali bo'lardi-da, bilasizmi? Baribir endi aytadi-yu, har doim shu bolalar, hozirgida ham meni farzandlarim ham kichkinaligida xuddi shunaqa qo'shninikiga chiqib, qo'shninikida ovqat yeyishni yaxshi ko'rardi. Lekin hozir bilmayman, balki men biroz xafa bo'layotgan ikkita masala bor. Birinchisi, siz aytganingizdek oldingidek to'ldirib taomlar qilish urfi an'anasi yo'qolib borayotgandek go'yo. Ayniqsa bahor mavsumida har xil kompotlar, har xil bir bankalar yopilardi. Hozir yopilmayapti nazarimda, bilmayman, balki. Bilasizmi, to'g'ri aytasiz. Men ham oldin 100 ta 200 talab yopardim. Uni yeydigan odam yo'q edi. 3 ta odam turarmidi, endi yerga tegan paytimda qanaqadir yopdi, nima eshitsam, nima ko'rsam yopardim. Hozirgi kunda yopmayman, chunki ko'plar aytayaptiki, shu konservirovanni ham taomni buzadi deyapti. Endi bilmayman. Shunaqamikin yoki bo'lmasam, qish kunlarida men o'zimning fikrim, kuzatuvim qanaqa, oldinlari nonushtalarga yeyishga bunaqa sarxil mahsulotlar bo'lmasdi deb o'ylayman. Esimda bor, non bilan nari borsa o'sha parvarda bo'lardi, yong'oq chaqchuq bo'lardi, qaymoq bo'lardi va hokazo. Hozir endi rastalarga kirsangiz har xil nozik ne'matlar bor. O'shani hisobiga ham chatoqligi suxamyatka bo'lib ketdi. Shunaqa. Haligi tabiiy emasda, haligi har xil. Suxamyatkani ham hozir tabiiysi yo'q-da, o'sha tabiiysini o'ylab chiqishimiz kerak. Yesin, maza qilsin. Ana. O'sha narsa. Sizga mana shu anaqa vazifa, uyga vazifa. Uyga vazifa. Ovqat qilmaganda ham ko'plar dastavkaga o'tib ketdi-da. To'g'ri, dastavka bir xilma-xil bizani qutqaradi. Ovqat qilmaganimizda endi shu taomimiz foydali bo'lsa, foydasiz bo'lsa bo'lmaydi. Hozir ko'ryapsiz, bolalar ham faqat shundan boshqa narsa yegisi kelmaydi. Siz bilan o'ylashimiz kerak o'sha. Yangi narsa qildim, opa. O'zi boshlaganimizga ancha bo'ldi, ba'zi joylarda ko'proq ham takrorlanyapti. Yangi kitob boshladik. Qanaqa kitob? Yangi kitob yozishni va kitob tayyorlashni desak to'g'ri bo'ladi. Bu kitob yagona nusxada bo'lyapti. Terida o'zbek oshxonasi qo'l ishi, hammasi qo'l ishi. O'zbek oshxonasi va oshxonaga oid urf an'ana madaniyatini miniatyura orqali namoyish qilyapman. Yo'q, qimmat bo'lsa kerak kitobingiz, a? Xuddi shu gapni aytmoqchi edim hozir. Nimaga потому что qo'l ishi bo'lgandan keyin bilasizda, mana miniatyurada o'zi bilasiz, mana bu tarixiy kitob bo'lar ekan-da. Xuddi shunaqa. Endi boya aytganimdek, kallasi bor odam bu kitobning puliga 2 xonali kvartira Toshkentda uy olib qo'yadi-da. Lekin menga o'xshagan kallasi bo'lmagan odam mana shunaqa. Bilasizmi, siz o'tib ketasiz, o'tganingizdan keyin ham buni kim ushlasa ham ko'rib, ilhomlanib, o'shani qarab, ovqatlaringiz bilan bo'lishganingiz ham
bu sizga ham qanaqadir Xudo xohlasa. anaqasi bo'ladi-da. Endi buni tarixiy qoladi. kelajakdagi niyatim, maqsadim qanaqa bo'lyapti, opa? Bir dona nusxa taqdimotni palon joylarda qilish, yaxshi joylarda, misol uchun Luvr deydimi, Britanskiy muzey deymizmi, katta joylarda taqdimot qilib, keyin Xudo xohlasa. Xudo umr bersa, hayotimiz mobaynida bo'lmasam Farzandlaringiz yo'q, men farzandlarga ham qoldirish niyatim yo'q. Men buni boshqacha o'zi qilsin, ha? Ha, boshqacha aniq qilyapman. Fikrim qanaqa? Buni auksion orqali sotish. To'g'ri qilasiz bir tomondan. Sotgandan keyin pulini mana shu kimga? kasbga xayriya sifatida va shu soha Ehsonga. xayriyaga ishlatiladi turibman. Chunki bizdan keyin qadrlaydigan qatlam bo'lsa, farzand bo'lsa, xursand bo'lamiz. Agar qadrlanmaydigan bo'lsa, yo'q ketadi, to'g'ri. barxolga olib chiqib sotib yuboradi-da. To'g'ri. Hozir ko'p mana shunaqalar aytadi-yu, baribir. Meni ham uyimda katta biblioteka bor-da. Hamma o'sha bibliotekalarni olib makulaturalarga berib yuborgan. Lekin men o'qisam, o'qimasam ham o'sha narsalar turishini xohlayman. Baribir bu kerak bo'ladi deb o'ylayman-da. Hozir kitoblar yo'q bo'lib ketsa, ertaga nima bilan oshxonaga bog'liq kitoblaringiz bormi? Bor, bilasizmi, rosa ham ko'p. Eski. Mana hozir biz ayni damda o'zimizcha shu oshxonamizni tarixini o'rganyapmiz, qo'lyozmalarni. O'sha oshxonaga bog'liq eski ma'lumotlar bo'lsa, juda Barno bilan gaplashishingiz kerak. Barnoni ham adasi bilasizmi? Barno. Dedushkasi, dodasi, bobosi shu Parmuda somsani asos solgan inson. 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 Mana qarang, o'sha ham zo'r-da, Parmuda somsamiz qanaqa zo'r. Kichkina yuvelirniy работа. To'g'ri. Sizni nafaqat bir Mursak brendini asoschisi sifatida, nafaqat bir Abduvaliyevlar oilasi vakili sifatida bilishadi xalq va undan tashqari xayriyalarda juda faolsiz. Xayriya haqida so'ramoqchi edim, chunki misol uchun deylik, Sardor Rahimxonning jamoasi asosan uy qurish bilan shug'ullanadi. Ezgu amal fondi faqat oqqon kasallarga yo'naltirgan xayriyasi. Mehrli qo'llar faqat yurakni davolaydi. Sizda misol uchun xayriya masalasida kim qanaqa tartibda, qanaqadir alohida reglament bormi? Bizda bilasizmi, xayriya ehsonga men o'sha yoshligimdan, hali bu ishimni boshlamasdan oldin bir 15-16 yil bo'ldimi. Endi turmushga chiqqaningizdan keyin, ozginadan keyin mana men turmushga chiqqaman, ozginadan keyin onamlar o'tib qolganlar. O'shalardan keyin baribir men shu ehson qilishni qanaqadir boshlaganman. O'shanda men detskiy domlarga borardim, bolalar uyiga borardim, qariyalar uyiga borardim, yordam berib yurardim. Keyin mana shu ishimizni boshlaganimizda men bu Bright Future bor, o'sha Iman degan qiz, o'sha asoschisi, o'sha menga kelgan, yordam bera olasizmi sizlar ham? Shu biza ochgan biza deb, biza ular bilan ham hamkorlikda har doim как men volontyor bo'lib o'zimni hissamni qo'shaman, pulimni ham beraman, pul ham yig'ib beramiz. Nima ko'proq bilasizmi, menga nima ko'proq yoqqanida? Suv. Qoraqalpog'istonda ko'p odamlarda ichimlik suv yo'q edi-da. O'sha yoqqa borib, biza pul yig'ib, mana 2 yil bo'ldi. Men shu o'zimning auditoriyam bilan pul yig'dik. Bir bilasizmi, 100 mingga yaqin bo'lsa kerak. 67 mingmi, 70 ming dollar yig'ildi-da shu. Men hammani joyiga borib reklamalar qilib berdim. O'sha pullarni olib, o'sha yerga qo'shib, o'rtoqlarim ham o'zini hissasini qo'shdi ehsonga. Biz ularga qurib berdik. Mana shu maktablarning ichida, bog'chalarning ichida, bolnitsalarning ichida nimaga? Suvni savobi bu cheksiz-da, baribir. Biz suvga unaqa ahamiyat bermaymiz. U yerda suv yo'q. Men juda bir og'riqli mavzuni boshlab qo'ydingiz. Ya'ni vaqti bemahal o'zimizgilar ba'zan Afrikaga borib, quduq qazib suv chiqarishyapti-da. O'zimizgilar bilasizmi, qanchalar bizga o'zimizda ham ehtiyoj bor shu suvlarga. Ba'zi joylarda ichimlik suvi tanqislar haqiqat, ba'zi joylarda. Chunki suv sho'r, boshqa va hokazo toza ichimlik suviga ehtiyojimiz bor. To'g'ri, hamma joyga agar imkonimizda yetsa, mana bilasizmi, 10 ta qo'yningni ham kiysak bo'ladi-da, 20 tani ham. O'sha kiyganingiz bilan shox o'sib chiqmaydi, uyingiz ko'payib qolmaydi, hech narsa bo'lmaydi. O'sha berishni ham bilishimiz kerak-da. Qancha bersak, Alloh shuncha bizani u dunyoda baribir u dunyoga o'zimizga qasr yasatishimiz kerak. Bolalaringizga tashlasangiz ham nima? Bolalarga tashlash kerak. Bolalar o'zini oyog'ida turib, o'zi pul topish kerak deb men o'ylayman, endi bilmayman. Shunday. Xuddi shunday. Hozirgi kunda yetadi ko'plar. Men hozirgi kunda bilasizmi, mana sizda ham
Qizlaringiz bormi, o'g'lingiz bormi? Bor. Mana uyingizni qanaqa taqsimlab bermoqchisiz mana yashaydigan Bu haqda hali o'ylamaganmiz, rostini aytsam, chunki men shu narsaga aminman, ishonchman. Haligi bizga rizq bergan Xudo farzandlarimizga ham beradi. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni beradi. Lekin bizda urf-odatda hamma narsa o'g'ilniki. Ana men o'g'il shoxi bormi? Men o'g'ilda hamma narsa bo'lishi kerak. Ko'p oilalarda shunaqa bor-da, mana o'g'il uylanadi, xotiniga endi boshqacha munosabat bo'ladi. Ota-onasi o'tib ketgandan keyin opalariga boshqacha munosabat bo'ladi. O'sha qizda kelsa uyiga xohlaganda kela olmaydi. Kelinni настроенияsiga qarashga kirg'izishsa kirg'izadi. Ko'p oilalarni eshitaman, eshigini ham ochishmaydi. Onam ko'pincha shunaqa deydilar. O'sha narsani singillarga ham alohida, qizlarga ham alohida uy qilib qo'yish kerak, chunki eshigini bemalol taqillatib kiradigan. Даже boshqa uy emas, bilasizmi? Mana uyingizga kelganda o'sha qiz ham, o'g'il ham nimaga keladi? Ota-onasini uyini, hidini his qilgani keladi-da. Lekin men Qur'onda o'qidim. Har bitta farzand o'zini ulushini teng olishga haqli ekan. Agar biz faqat o'g'il bolaga desak, biz ham u dunyoda u uchun javob berar ekanmiz. Chunki qizlarimiz ichida o'ksinib qoladi-yu. Biz uni ko'rmaymiz-ku, to'g'rimi? Haqqi bor ekan. Shu uchun shunaqa qilib qo'yish kerak ekan. Chunki mana bolalarimga aytaman, o'zinglar pul topinglar, потому что hozir pul topib siz uchun shu bola qilib berishga biz обязан emasmiz. Ko'proq yordam beramiz o'sha uchun. Bilasizmi, yordam bersangiz lekin bizdan yaxshi qoladi deb har doim mana hozirgi oxirgi ehsonimizni men summali ehson qildik. Unda ham bir $2000 yig'ildi-da. Yana qo'shildi. Farg'onada bitta farzandi bor ekan. O'sha kishini uylari xarob, yashab bo'lmaydigan. Endi imkoniyati yo'q ekan. U kishi pul topar ekan, xotin tashab ketgan ekan. O'sha uyi billalashib mana shu auditoriya bilan remont qilib berdik. Juda ham xursandman. Bismillahirrohmanirrohim. Bilasizlarmi? Har doim nimadir boshlashdan oldin Bismillahirrohmanirrohim deb boshlasanglar, ovqatinglar ham, hamma narsanglar mazali bo'ladi. To'g'rimi? Ana, bo'lmasam. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Bo'lma yetadi deb o'ylayman. Ko'p yo'q bo'lsa ham nima deysiz o'zingiz? Bo'ldi, yetadi. To'g'rimi? To'g'ri. Qolaveramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb go'shtimizdan boshlaymiz. Yog'li joyidan, chunki yog'lar erib Ushlab turaymi? mayli. Уже kech qoldim уже. Haligi bir Abror aka, bir akamiz bor, Abror hamma taniydi. Abror Muxtor o'sha kishining bir chiroyli gaplari bor. Ovqatni foydali va foydasiz xususiyatini surishtirishni boshladingmi? Demak, qarishni boshlading degan bir gap bor-da. Kuzatar ekansiz-da. Endi biz bir joydamiz, chustamizda ular. O'shaning uchun biz haligi qolaversa ular 2014-yildan 2018-yilga qadar biz ular bilan nima deydi, hamkor bo'lganmiz. Biznes partner bo'lganmiz. Restoranlar 2018-yilgacha birga restoran. Domla bilanmi? Ha. Keyin chiqib ketgan. Keyin 2018-yil tarqaldiydi, hamma o'z yo'li bilan ketdi. Shunday. Haligi. Mana buyog'ini sizga beraman. Aytadi, erkak kishi qilgan ovqat mazali chiqadi. Xo'p. Hamma piyozlarimizni kesdik. Pomidor soldingmi opa? Ha, sovaringli pomidorni. Bismillahirrohmanirrohim. Qanaqa chiroyli ovqat bo'lyapti mana. Ana. Yana suvda ko'ramiz-da. Jarayon tashlab. O'zim o'ylardim, to'g'rilani xotiniga maza bo'lsa kerak, ovqat qilib beradi uyda, yexter qilsa, qanday maza deb. To'g'ri, uyda ovqat qilmas ekan. Yo'q. O'zim mana
kun bo'yi kompyuterda ishlagan odam uyga borib kompyuterda ishlagisi kelmaydi. Kun bo'yi mana libos tikkan odam uyga borib libos tikkisi kelmaydi. Endi bir bo'ladi. romantik, завтрак. Endi bo'lib qoladi. Ужин. Bo'lib qoladi. Shu qozonni ham chugunini qo'yuvdik-da. Zo'rda o'sha. Rostdanmi chugun shu mazali bo'ladi. Mazali bo'ladi. Men noto'g'ri terimman-da ichkariga. O'qimaganman-da, ko'rdingmi? O'qiganman, o'qimaganman. Yo'q. Bunaqasiga qo'ysiz ham, bunaqasiga qo'ysiz ham barib pishadi. Qarang, qanaqa mazali chiqadi, sirazi bilinyapti. Xomligicha yeyorsa bo'ladigan bu qoldi. Nilufar opa, ovqatimiz ham tayyor bo'ldi deb o'ylayman. Qozon boshiga hididan вообще mazali chiqqanga o'xshayapti. sizni qo'lingiz tegadi-yu. Billa siz bilan billa. Yuring. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Voy. Silmasdan olamiz. Mana bahoriy mavsumiy nima deyman, do'lmalarimiz tayyor bo'ldi. Do'lma tokoshni Asarchi. izohlarda yozib qo'ying, qaysi viloyatda kimning xonadonida nima deb atalishini izohlarda yozib qo'ying. Sizga esa o'z minnatdorchiligimni izhor qilaman. Qilgan va qilayotgan barcha ishlaringizda muvaffaqiyat tilab qolaman. Va so'z so'ngida nima deydi, kuzatuvchilarimizga o'z nima deydi, tilaklaringizni bildirsangiz va shu bilan yaxshi kayfiyat bilan ushbu sonimizga yakun yasaymiz. Sizlarga salomat bo'linglar deymizda, biz esa bularni tilaklardan keyin ovqat yeymiz. Hammanglarga nima tilashim mumkin? Hammanglarga birinchi eng muhimi sog'lik, salomatlik tilayman. Uylarda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, baxt, omad bo'lsin, oilalar mustahkam bo'lsin. Shunaqa pazanda eringlar zo'r qilsizlarga ovqat qilib bersin. Rahmat. Sizlarga esa har doimgidek omonlik va salomatlik tilab qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoni do'stlar bilan ulashishni unutmang.